har qanaqa turdagi privkalarni maksimal darajada iloji boricha sog'lom holatda olishni tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Nimaga unaqa deyapman? Hozir sizlarga bitta situatsiyani aytib beraman. Bugun qabulimga bitta patsientimiz keldi viloyatdan, 3 yoshdan oshgan farzandlarida yurishda orqada qolish, ya'ni bolani o'ziga nisbatan ishonchi yo'q edi, qo'rqardi, ko'p yig'laydi, qanaqadir stresslar olgan bola. Menga aytayotdilar, o'sha privka olgan paytimizda borganimizda ko'rsatganmiz mutaxassislarga, quloq osti ozgina tugun hosil bo'lgan. O'sha tugunni ko'rsatganimizda bu jiravik olsanglar bo'ladi deb privkaga tavsiya berishgan. Lekin o'sha paytda hech qanaqa jiravik bo'lmagan. Meni taxminim bu limfa tugunlarida shish bo'lgan. U narsa privkadan keyin ishib ketdi deyapti. Oylari o'zlari aytayotdilar. Endi undan keyingi situatsiya. Hozir deyapti, mana 3 yoshdan oshgan bo'lsa, o'shandan beri tinimsiz antibiotik gormonlar olamiz. O'sha xatoni deb